Assalomu alaykum aziz obunachilar. Nursuro kanalini ashaddiy kuzatib boruvchi aziz qadrdon do'stlar, mana bugun yana bir yangi ish kunimizni boshlab oldik. Bu galgi manzilimiz Andijonda Asakasidan bo'lyapti. Bu joyga beton quyish xizmatlariga kelganmiz. Shundan uy ko'tarish uchun bir 10 xona uyda bu yerda beton fundamentlarini quyishni boshladik. Bir qator qilinayotgan ishlarni qonuniy obzor qilib sizlarga ko'rsatib boramiz aziz qadrdonlar. Video yoqsa like bosib, obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Mana aziz obunachilar, endi ko'pincha uy egasining sharoitidan bunaqasidan kelib chiqib qilamiz. Mana armaturalar tashlalyapti, 4 qator qilib bunaqasiga sima berib sim bilan baylab 4 qator qilib pazdushiga armatura tashlanyapti. Armaturalarda 14 lik megawatt tashlanyapti aziz qadrdonlar. Keyin kolonnalarimiz 30 ga 30 chiqib ketyapti. Bu ham 14 likdan qo'yilgan, shu Toshkent megawatt zavod armaturalari. Endi bu yerga mana ko'rayotgan bo'lsanglar, armaturalar to'qib, saylarini shebin 10 sm shebin zasibga qilib qo'yganmiz, 4 qator qilib. Razmerlarimiz podushkamiz 70 ga 40 qilib kavlani 10 sm shebin zasibga qilib, shu quyilishi, betonni qolishi 70 ga 30 quyiladigan bo'lyapti aziz qadrdonlar. Endi bu tomonlarda shag'alab chekamiz. Shag'alimizning narxlarini 800 ming so'mdan shu daryoda shu oddiy shag'ali shundan olib kelib quyilyapti. Armaturalarimizning narxlari shu 14 ligini 11.500 so'mdan bo'lyapti ekan. Hozirgi kunda 14 lik megawatt armaturalarimiz. Keyin sementlarimiz 560 so'mdan olinyapti ekan. Shu kilosi 560 so'mdan olinyapti ekan aziz qadrdonlar. Betonlarimizni quyish narxlarimiz padushkasi 70 ga 40 kavlanib 10 sm shebin zasibga qilib va armaturalarni to'qib padushka 70 ga 30 toza beton quyiladi va tepasiga 1 ga 40 qilib, balandligi 1, eni 40 qilib quyilgan. Shu padushkasi 70 ga 30, tepa lenchisi 40 ga 1 metr bo'lgan razmerda har bir metrini, paganometrini 240 ming so'mdan gaplashildi shu usta pullari. Buning ichida hamma instrumentlarimiz bilan kelib xizmat qilib beryapmiz. Apolovkalar, instrument, shu mishalka, arava, ketmon, lopatka degandek hamma instrumentlarimiz bilan kelib xizmat qilib beryapmiz. Kimgadir shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa ham bemalol murojaat qilaverasizlar. Noldan boshlab korobka holatigacha uylarda qurib bitkazib beramiz. Bu xizmatlarimizga asosan beton quyish, g'isht urish, shuvoq, steyashka, seysmo kolonnalar shunaqa korobka holatigacha bo'lgan holatga olib kelib beramiz. Hamma instrumentlarimiz bor. Xudo xolasa kelib xizmat qilib beramiz aziz qadrdonlar. Shu g'isht urgani bitta lesamiz yo'q xolos. Aziz obunachilar, sizlarga video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosib, obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Kelgusi videolarda ko'rishguncha hammanglar sog' salomat bo'linglar.